Assalomu alaykum bekanjon kuzatuvchilari, xabarlar bor. Men indeksda juda taqqa chiqib ketdim. Rasmiy diler, ya'ni O'zbekistonda yagona bo'lgan Leapmotorning rasmiy dileriga ishga joylandik va ushbu joydagi mashinalar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Ayniqsa sizlarga eng kerak bo'ladigan mashina hozirgi kunda Leapmotor rasmiy dilerda $8 dan $1000 gacha bo'lgan mega skidkalar davom etmoqda. U qaysi modellarda va qanaqa holatlarda bo'lishini kanalga obuna bo'lib qo'yib kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Biz videoni boshladik. 老天保佑，金山银山前路有。老天教唆别管江湖龙虎斗。老天叮嘱这辈子我三不丢。老天就怕346雷中大秋。Leapmotor Sion avtomobilimizni 25800 dan boshlab 27800 gacha bo'lgan pozitsiyalar mavjud. Pozitsiyasiga qarab $8 dan $300 gacha bo'lgan narxlarda skidkada xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rinish jihatdan juda ham qimmat mashinani eslatib o'tadigan Leapmotor C01 birinchi pozitsiyasi 24800, full komplektatsiyasi 28800 gacha. Ushbu mashinamizga hozirgi kunda $8 dan $1000 gacha skidkalar davom etmoqda. Shu oyning oxirigacha. Leapmotor kompaniyasida yangilik. Bilasizki, bu B10 avtomobili. Hozirgi kunda bu 510 km hamda 600 km masofani bosib o'tadigan avtomobilimiz nalichada mavjud. 600 kilometrligini $5500 ga xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. 510 kilometrligini esa $23800 ga. Leapmotor oilasida ust testdan sinovdan o'tmagan Leapmotor C16 avtomobilimiz endi hech qanaqa sinovlarsiz bemalol xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Chunki bu hozirgi kunda sotuvdan mavjud, hech qanday cheklovlar mavjud emas. Bu mashinamizni $28800 dan $32800 gacha bo'lgan pozitsiyalar mavjud. $8 dan $300 gacha qadar pozitsiyasiga qarab skidkada xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Xalqimizning yuragidan chuqur joy egallagan Leapmotor Sion 1 ga ham yetib keldik. Ushbu mashinamizni $26800 dan $29800 gacha bo'lgan pozitsiyalari mavjud. Ushbu mashinamizni $300 dan $800 gacha bo'lgan skidkamizda xarid qilib qoling. Skidka shu oyning oxirigacha bo'ladi. Shu aksiyalarimiz oyning oxirigacha davom etadi. Hozirroq ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qiling va mashinaning biri sizniki bo'lishi mumkin. Ko'rib turganingizdek mijozlar juda ham ko'p. Mashinaning soni cheklangan.